Xitoy urib qo'ydi. Ular majbur bo'ldi Xitoy texnologiyasiga elektrga o'tishga hozir. Kech qolgani уже bankrot bo'lib qoldi. Xuddi bu offset yo'nalishda ham xuddi shu narsani his qilyapmiz. Shu odamlar ko'p sifrovizatsiyaga o'tayotganligi yoki gibrid modelga o'tayotganligi bilinyapti. Umumiy texnikada Xitoy urib qo'yapti. Buni arzonlashtirishimiz kerak biz ham yoki boshqa taklif bilan chiqishimiz kerak deyapti. Yevropa bozorda ba'zi kuzatilsa. Endi ularda o'zi Yevropasda haligacha bizning soha bo'yicha o'sha pechat mashinalar bo'yicha lider bo'lib turibdi. Istovoy offsetda. Lekin men Flexa, uskor rulonlarda Xitoy yetib keldi, ularga yetib oldi deb bilaman. Turkiyalarda ham borsangiz Xitoy bosib ketdi. 7-8-10 yil oldin ham Xitoy desa faqat brak mahsulot tushunilardi. Siz ham bilasiz oldin. Endi Xitoy boshqacha yo'nalish bilan kirib kelib, o'zi hamma joyda egallayapti endi. Olamjon aka o'zi 10 yil davomida poligrafiya sohasida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa yangiliklar bo'ldi? Shu haqida qisqacha aytib bersangiz. Xo'p. Endi o'zi 10 yil eslolmayman-u, unaqa har bilmasdan, lekin hozirgi tendensiya nima ketyapti desangiz, tirajlarning soni qisqargan hisobidan yangicha texnologiyalar, masalan, o'zgaruvchan izobrazeniyalarni pechat qila oladigan, masalan deylik, bizda qolip borda, bitta qolipni oldingizda, mana shu paket misolida, mana shuni oldingizda, shuni ko'p pechat qilishingiz kerak-da, to'g'rimi? Lekin hozir odamlar buni xohlamayapti-da, individual bo'lsin deyapti, masalan, mana shu Asqarjon, Olamjon, boshqa otlar yozilsa ham har xil bo'libchi. Shunga moslashgan apparatlarni olishga majbur bo'lamizda. Masalan, kichkina tirajlarda o'sha soni o'sha-yu, lekin o'zgaruvchan. Bunda bitta qolip qildingizmi, bo'lib o'zgartira olmaysizda, shu bo'yicha ketaveradi. Lekin odamlar xohlayaptiki, yo'q, har xil bo'lsin, o'zgarursin deb. Yoki masalan deylik, yangi texnologiyalar chiqib, mana yaltirashlarni ham ko'rsangiz, mana shunaqalar xohlashyapti. O'sha o'zgaruvchanlik bo'ladigan apparatlarni ko'proq talab o'zgarish bor. Sifrovizatsiya deydi, o'sha xuddi mana mashina elektromobil bo'lganda-ga, elektromobil gibridlashib ketdi. Masalan, ular Yevropalarda biz borganimizda bir 10 yil oldin ko'rgan edim elektrlarni, masalan, 4 yil oldin bo'lganda, bizga mana 4-5 yilda polni kirib keldi. Xuddi shunaqa texnologiyalar ham Yevropada, Xitoyda yurgan bo'ladi. Bu yoqqa kirib kelish sal kechroq bo'ladi. Lekin hozir balkim internet yana ham zamon tezlashdi, yana ham tezlashgan, chunki messenjerlar paydo bo'ldi. Biz 10 yil oldin borganimizda, juda messenjerlar unaqa zo'r rivojlanmagan edi. Hali ham pochta orqali boshqalar hal qilinardi. Shunga o'xshab pechatli mashinalar ham gibridlari chiqib ketdi, sifrovoylar chiqib ketdi. Oldingi mana eski offset usulidagilar ham o'sha moslashishyapti. Kech qolgani xuddi yevropeyskiy mashinalar ancha krizisga uchradi-yu dunyoda. Ular Xitoy urib qo'ydi. Ular majbur bo'ldi Xitoy texnologiyasiga elektrga o'tishga hozir. Kech qolgani уже bankrot bo'lib qoldi. Xuddi bu offset yo'nalishda ham xuddi shu narsani his qilyapmiz. Shu odamlar ko'p sifrovizatsiyaga o'tayotganligi yoki gibrid modelga o'tayotganligi bilinyapti. Endi qisqacha aytadigan bo'lsak, bunda oldin 100 ta, 200 ta bir xil chiqqan bo'lsa, hozir masalan men ishxonadagilarga xodimlarimga har bittasini alohida qilib chiqaryapman-da, bir donadan shunaqa. Endi bu bitta misol. Bunda bo'lish qiyin, xuddi shunaqa. Masalan, oldin 1000 tadan kam qilolmaysiz. Hozir 100 ta ham qilib beryapsiz. Hozir shunaqa. Mana 100 ta ham, 20 ta ham, 50 ta ham qilib bera olasizda, hozirgi nimada. Borib o'sha aytganingizni nomini ham yozadigan bo'lar bunda. Kichkina mahsulotda bemalol bo'ladi. Shunaqa, zo'r. Yana endi aytingiz, Yevropa sin dedingiz. Xitoy narx sindirgandan keyin Yevropa ham qanaqadir yangicha taklif bilan chiqyaptimi bozorga? Endi poligrafiya sohasida, nima sohasida? Poligrafiya, ya'ni umumiy texnikada Xitoy urib qo'yapti. Buni arzonlashtirishimiz kerak biz ham yoki boshqacha taklif bilan chiqishimiz kerak deyaptimi Yevropa? Endi bozorda ba'zi kuzatilsa. Endi ularda o'zi Yevropasda haligacha bizning soha bo'yicha o'sha pechat mashinalar bo'yicha lider bo'lib turibdi, listovoy offsetda. Lekin men Flexa, uskor rulonlarda Xitoy yetib keldi, ularga yetib oldi deb bilaman. Bizda mana o'zi o'rischa terminlarda gapirsak, do pechat, после pechat etapi bo'lsa, oldin mana hamma etapda yevropeyskiy narsalar ishlatilardi. Mahsulotlar ham, qog'ozlar ham birinchi bo'lib qog'ozlardan boshlandi. Men yevropeyskiy ishlatib turaman deganlar o'sha Xitoy ishlatish boshladik. To'g'risida hamma narsamiz Xitoyga o'tib ketdi. Bizning regionda shunaqa. Turkiyada ham shu Xitoy, mana shu butun dunyoda shu qatarimizda Xitoy bo'lsa kerak deb bilaman. Qog'ozlar bo'yicha. Keyin kraskalarni ishlatish boshlashdi. Siryolarni ishlatish boshlashdi.
Biz ba'zi xitoylikini ishlatamiz, ba'zida koreyskini yaxshisini ishlatamiz. Xo'p, endi uskuna masala desangiz, mana shu допечат, pechat, после pechada, допечатga uskunada ham kirib kelish boshladi. Oldin после pechatga kirib turuvdi, yaxshi kirib keldi. Buni bizning regionlarda to'liq egalladi deb bilaman. Shu Turkiyada ham borsangiz, Xitoy bosib ketdi-da. Xitoy bosib Ha, zo'r. Ha, bu offset yo'nalish bo'yicha aytyapman. допечатda ham kirdi bular. Podgotovkaga ham yaxshi kirdi. Lekin pechat bo'yicha offsetda hali kira olmayapti. Baribir yevropeyskiy, ayniqsa nemis mashinalari lider bo'lib turibdi. Shulari anaqa nima deydi, bozorda hali pozitsiyasini bermagan, yaxshi ketyapti. Lekin mana bu допечат va после pechat Xitoy yaxshi egallab oldi. Va narxlari aytganingizdek juda ham arzon bo'ldi. Bularga nisbatan o'zi ham qimmat baribir. Texnologiyasi, sifati va uskunani tayyorlashlari, nastroykalari juda ham bunaqa oson bo'ldi. Mana kecha bitta partnyorimiz kelgan ekanlar, o'zim yo'q edim. Ular ham o'sha taklif beryaptilar. Aytamiz-da, masalan, menga kichkina razmer qilib berishga qo'rolsin desa, bo'ldi, men gaplashaman, xitoyliklar bilan qilib beradi. Ular bo'li gibkiroqda, sizga moslashuvchanroq. Shunisi bilan ham yutib ketyapti-da. Shu. Og'riqni biladi-da odamlardagi. Og'ridi va moslasha oladi. Bo'ldi, meni texnologiya mana shunaqa, shundan past qila olmayman demayapti. Anaqalarga zadacha qo'yyapti. Bozor taklifidan kelib chiqib. Nima deydi, texnologlarga, shu ustalarga qo'yyapti, ular qilib berishyapti deb bilaman-da. O'zi misol uchun endi 7-8-10 yil oldin ham ana Xitoy desa faqat brak mahsulot tushunilardi. Siz ham bilasiz oldin. Endi Xitoy boshqacha yo'nalish bilan kirib kelib, o'sha hamma joyda egallayapti-da endi. To'g'ri. Endi oldin ko'proq brak chiqardilar-da, to'g'rimi? Endi o'zi u ham sizni talabingiz va to'lov qobiliyatingizdan kelib chiqib, siz Xitoyga borsangiz, Xitoy ham katta korporatsiyalari bor, zavodlari bor, kichkina sexaviklari bor. Kimga uchraganingizga bog'liqda va sizni pulingizdan kelib chiqib qilib berganda, siz borib turib talabni yaxshi qo'ysangiz, sifat nazoratini qilsangiz, ular o'zini shunaqa pozitsionerlik qiladi, shu dunyoni biz nima qilamiz? Dunyoga biz tovar, mahsulot, xomashyo, nima deydi, apparat ishlab chiqaruvchimiz degan nimani qo'ygan o'ziga. Maqsadda va o'sha pozitsiyada ular. Oldin ham shu 7-8 yil oldin ham yomon bo'lmagan. Bizning o'zimizda bozorimizda yoki borayotgan tadbirkorlardan shunaqa talab bo'lgani uchun ular shunaqa qilib bergan deb bilaman. Gul ekan ko'rib qoldim. Vetka, Zeros hamkorlik bor ekan, Gul. Yo'q, Zeros endi bu o'zi ukam proyekti bo'lgani uchun bu menimcha oilalarga bergan bo'lsa, olib qo'yganlar, badarka. Yo'q, ishlab chiqarayotgan. Vetkani qilib beramiz. Hozir o'zi ko'rsangiz, mana shu Gul butiklarda ham kirsangiz, mana shu vetkalar ham menimcha bir 2 kechasigacha ishlaydi borsangiz. Shunaqa, kechasi ham ishlaydi. Borsangiz, remont qilib qo'ygan. Odam uyidan ham zo'rda remontda. Chiroyli. Shunga o'xshab servis muhim bo'ldi odamlarga. Xuddi shunaqa bularga ham yaxshi upakovka kerak bo'lsa, buni biz qilib beramiz. Shularni sifatini, srokini qoniqtirishimiz uchun bular berib turishdi bizga. Chunki bularda muhimi sifat bilan srok deb bilaman. Taklif bor-da bozorda. Talab bor. Hozir kechqurun ochiladi degan o'sha odam olyapti. Oladi. Masalan, shu deylik 31 misol uchun yanvarda tug'ilgan bo'lsa, shu yarim kechasi berish kerak 30-31 ga. Ertalab turib uxlab qolsa, shu 12 kechasi berish kerak, o'sha yoqqa bahor oladi-da. Kechasi yangi bahor olib topshirdi. Shunaqa. Shu kechasi berish kerak-ku, ochda bo'lib qoldi-ku. Ertalab bersa, ush bersa kerak-da. O'zi endi misol yillik hisobot qiladigan bo'lsak, qaysi bayramda ko'proq sotiladi? Endi hamma sovg'a ham baribir asosiy qadoqqa bog'liqda. Misol uchun hozir kompaniyalar 8-mart yoki 14-yanvar endi umumiyda qadoqqa olib chiroyli qilib beryapti-da. Endi Printwellda qaysi bayramlarda ko'proq buyurtmalar bo'ladi, ko'proq sotuv bo'ladi? Endi o'zi bizani regionda, bizda o'z poligrafiyada yil 12 oy ish bor, lekin o'sha yilni oxirlashganda sal men bu nima promo yoki men bu sovg'alarda o'sha kalendari bormi, paketi bormi, bloknoti bormi, shu noyabr, dekabrda sal tiqilib qolinadi. Hamma shu yil oxirida bergisi keladi. Yillik hisobot qilishi. Chunki birinchi bergan odamning sovg'asi har doim shu stolda qoladi-da. Shunaqa. Oxiriginiki sal uje tarqab ketadi yoki eng yaxshisiniki qoladi. Shunaqa bo'ladi. Atak bizda o'zi odatda ishlab chiqaruvchilar bo'lgani uchun agar uja unaqa havoni issiq bo'lib ketganda ta'sir qilmasa, umuman olganda yo'q. Unaqa yil 12 oy nimamiz bor, ishimiz bor. Chunki biz ishlab chiqaruvchilar bilan ishlaymiz.
farmatsevtlar bordir, oziq-ovqat bordir, tekstil bordir, yoki ximiya produksiyasi bordir yoki sog'liq saqlash bordir. Ularda hammasida shuning uchun bizda unaqa yo'q, nima deydi? Bayramga hujjat qilib qoladigan. Biz unga o'zimiz ishlab chiqaruvchilar bilan ishlaganimiz uchun u ko'proq operativ poligrafiyalarda bo'ladi. Bizda ham shunaqa bo'limimiz bor, operativ. Shu bayramlar oldida sal tiqilish bo'lib qoladi. Bunaqa umuman olganda bizda unaqa ta'siri katta emas. O'zi o'sha yilda oxirida katta kompaniyalar o'sha rag'batlantirish maqsadida o'zi yilda oxirida hisobot qiladi-da, o'shaning uchun. Yo sovg'a beradi. Sovg'a beradi. 2026 mana ko'p korporativlar bo'ladi, o'zini xodimlariga beradi. Masalan, yengil bayramlarda shu bolalarga nabor bersa, upakovkasini biz qilib beramiz. Katta-katta zavod, fabrikalar ular tushasizmi? Ular shu masalan 10 mingta ishchisi bor. Ularga har bittasiga bittadan anaqa yangi yil bayramiga ichida mana narsalar bor-ku, shokolad, boshqa shularning upakovkasini o'shanda tiqilib qolishimiz mumkin. Atak umuman olganda unaqa zararli harakat qilinsa, biz har doim qilib berganmiz. Ishchi kuchi doim yetkazib bera oladi. Bu ishchi kuchi apparatlarimiz bor. Shu bo'shligimiz hali bo'sh. Yangi robotlar olib kelish endi keyingi yillarga maqsad qilib qo'yganmiz endi. Xo'p, robotizatsiyada hali bizda ishimiz tushmadi. O'zi lekin shu Rossiyada borganda ko'rdim, Moskva, Peterlarda robotizatsiya qo'ygan. Shu odam o'rnini egallab chiqayotgan mahsulotni olib robotlarni qo'yyapti. 24 soat ishlaydi. Ishlaydi. Endi baribir ham odam kerak. Lekin og'ir ishlarida robotlar ishlayapti. Bizda lekin hali robotga nimamiz yo'q. Biz endi o'sha hali nimamiz patologiyamiz yetib kelmadi. Hozircha odam nima bilan foydalanib turibmiz. Endi qayerdadir avtomatizatsiya bo'lishi mumkin. O'sha ruchnoydan avtomat nimalarga o'tyapmiz. Lekin robotga hali o'tganmiz yo'q. Endi o'zi O'zbekistonda faqat menimcha avtomobilga kirib keldi shekilli. Robotlarmi? Bo'lsa kerak. Biz endi bilmagan sohalarda bo'lsa kerak. Farmatsevtikada bo'lishi mumkin robotizatsiya. Xo'p, yana katta-katta ishlab chiqarishlarda bor. Masalan, qoplar bilan bog'liq bo'lgan joylarda robotlar bo'lsa kerak. Shu bilganim shu. Endi G'ulomjon aka, siz o'sha 20 yildan oshiq poligraf bozordasiz. O'sha 15-20 yil oldin mana misol uchun premium darajadagi sovg'alar, qadoqlar bo'lganmi yoki oddiy qilinib ketaverganmi? Oddiyroq, soddaroq bo'lgan. Oddiy sodda bo'lgan. Hozir upakovkaga xuddi anaqa kiyim ham ming xil chiqib ketyapti-ku. Bu ham xuddi shunaqasi bor. Talab, chunki hozir internet zamoni odamlar berayotgan sovg'asi yaxshi upakovkada bo'lishini xohlaydi va bu nima deydi, undan qochmaydi. Odamlar oldindan sal to'lovga, upakovkaga qizg'anmagan bo'lgan. Hozir nabarot upakovkani nabarot kuchliroq qilishga harakat qiladi-da. Masalan, mana o'tgan gapingiz bo'ldi, Xonsaroy misolida mana shu paketi bor, buni paketini mana tisseyna qilgani, masalan, oddiy shu rangini o'zi moslab, uni ichida upakovka sovg'asi bor. O'zi bular bayramni kutishmaydi, xonadon sotib olgan odamga berishadi. O'zi shu bayram kutilmayapti. Har bitta odam o'sha xonadon sotib olgan odamga o'sha bayram-ku. U yerda sovg'a qiladi. Boshqacha emotsiya beradi. Bu sovg'a. Har bitta odamga o'zi sovg'a yoqadi. Har bitta. To'g'rimi? Oldin haligi oddiy salafanda bo'lsa ham olib ketdilargan. Endi hozir baribir qanchalik mehr bersangiz sal odam. Yo'q, bu majbur bo'lgan, lekin ustida ishlovlar masalan kamroq bo'lgan, masalan bunaqa narsalarni qilish yoki mana o'zimizda printvel misolida ham ko'rsangiz, atidan qilib qo'yganmiz, mana qarang. Bu ham tisseyna shu rangda, ko'kda, mana bu oranjida, mana ham qora tisseyna qilganmiz. Hammasini shunday qilganmizki, ko'rsatish, lak mana shunaqa qilib bera olamiz. Shuni qilsangiz bo'ladi degan ma'noda-da. O'zi umumiy qilib aytganda baribir darajani ko'rsatib beruvchi narsa-da bu kompaniyani. Endi oddiy qaragan bo'lsa, endi hozirgi kunda odamlar shunga ham menimcha e'tibor beryapti deyman. Misol, oddiy korobkada olib borgan bilan, misol, chiroyli premium darajada olib borsa, ili yaxshiroq ekan nisbatan e'tibor bergan degan narsa. Upakovka sotadi o'zicha. Upakovka asosiy mahsulotni upakovka sotadi. Masalan, bitta shokolad oling, masalan, o'zi 20 ming so'm, lekin uni ustida bitta qarasangiz, shu oxirgi texnologiyani hammasi qo'llangan bo'ladi. Hammasi qo'llangan. O'zi mana tamaki mahsulotlarida ham xuddi shunaqada. Biz endi qaraymiz-ku, qiziqib. Hamma oxirgi texnologiya ishlatilgan bo'ladi-da. Hozir shokoladlarda ham shuni qo'llashyapti. Ko'rsangiz, tisneyasi bor, kangrefi bor, laki bor, dripofi bor, yana bizda bilmagan mingta zashitalari bor. O'zi bitta shokolad. Masalan, unga lekin shunga shunaqa talab borda. Bo'lmasam sotuvga ta'sir qiladi bu. Shu sotuv uchun shokolad bormi? Nima deydi, dorisi bormi, hammasiga shu chiroyli upakovka bilan berilyapti-da va bu nima bizdan taqozo qiladi, talab qiladi, o'sha texnologiyani
rivojlantirishda. Joyingizda qolib ketsangiz, orqada qolib ketasizda. Shunaqa. Shu biza yengillashga majbur bo'laveramiz. Ha, majbur. O'zi hamma narsa tezlashib ketyapti shunga. Biz misol media sohasida ham boshqa konkurentlar deydi, bozor kuzatganimizda buni qilibdi, to'g'rilamabdi degan narsa bo'ladi. Endi magazinga kiraman dedingiz. Misol do'konga kirganingizda boshqa brendlar ko'rib, bunaqa qilmabdi-da, unaqa degan o'y hayol bo'ladi. Men tahlil qilasim, meningizga poligrafiyada karobkasi bunaqa qilganda yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi deb. Yaxshi savol bo'ldi. Shunga ahamiyat bermagan ekanman. Men naproot kim yaxshi qilganini ko'rib yurar ekanman. Unda bo'lsa buni ham bir ahamiyat berishim kerak kelajakda. Yaxshi aytdingiz. Soddaroq qilib qo'ygansa, mana buni qo'llasa bo'lar ekan, deb. Tahlil qilib yuradi odamlar o'zining sohasidan. Zo'r aytdingiz. Men endi ko'proq zo'r qilganini tomosha qilar ekanman. Mana buni zo'r qilibdi deb. Soddaroq qilganlarni ham ko'rish kerak ekan. Yaxshi. Bu yog'iga endi hisobga olib qo'yamiz. Ularga aloqaga chiqib, qilsa ham bo'ladi. Yoki o'zimiz shundan xulosa qilib qo'yish. O'zimiz. Yangi mahsulotlarni kuzataman deyapsiz. Olasiz ideya, misol olib kelib ishxonagilarga aytib shuni beramiz. Yoki sotib olib iste'mol qilganingizda bolalarga beramiz. Shularga bitta aloqaga chiqib ko'ringlar deymiz. Agar o'ta ishlar bitmayotgan bo'lsa, shunaqalar chiqib qoladi. O'sha bularga baribir nadежный insonlar kerak bo'ladi. Qayerda ishlar bitmayotgan bo'ladi, ulgurmayotgan bo'ladi yoki cho'zib yuborayotgan bo'ladi. Shu mahal biza tayyor anaqa bo'lamiz. Shu nima deydi? Yordamchi bo'lamiz. O'zim ham ko'p bo'ladi olganimda, uydagilar ham bilishadi. Adamga olib qo'yinglar bu upakovka deyishadi. Eshik tagiga qo'yib qo'yishadi. Keyin ko'tarib kelaman, bolalarga beraman, gaplashib ko'ringlar. Endi bu ham bozorni tahlil qilishga kiratadi bu ham. Chunki o'zingiz iste'mol qilib turibsiz. Baribir ishlatib turibsiz, bitta aytasiz bolalarga qilib ko'ringlar. To'g'rimi? To'g'ri, shunaqa. Hozirgi misol uchun target orqali, misol yangi poligraf boshlayotganlar ham target orqali, ijtimoiy tarmoqlarda reklama orqali mijoz topyapti-da. Siz o'sha boshida kirganingizda o'sha kanallar yoki Telegram, messenjerlar bo'lmagan, targetlar, Instagram bo'lmagan. Qanaqa bo'lgan mijoz topish? O'zi endi o'sha mahalan platformalar bo'lardi. Eng populyarnisi Yellow Page, Golden Page bo'lgan. Masalan, men bilgan Prestige bo'lardi. Shu varaqlanardi. Biza aloqaga chiqardi yoki biza reklamamiz qo'ysa bizga chiqardi. Gazetalarda. Mana shu 3 ta narsa eng zo'r ish bergan. Keyin bular saytga o'tishdi. O'sha o'zini saytini ochdi. Keyin shu Google SEOlar tushib ketgan. Masalan, Yandex bor, Tugiz bor. Hozir yangilar masalan. Hop, yana bilmagan qancha narsamiz bor. O'zi shu bilan keling yoki sarafanka bo'lib ketgan. Masalan, eng zo'ri o'zi maslahat berish. Men siz ishingizni bitirdim. Bu akamga aytingiz bilan unga aytdim. Mana shu eng zo'ri kelingan bo'lgan. Shu bo'yicha ishlangan. O'zi bozorda ham o'yinchilar kam bo'lardi va ishlab chiqaruvchilar ham kam bo'lardi. Shunga yarasha o'zi yetib turgan bo'lgan. Hozir ishlab chiqaruvchilar ham ko'p va bizdagi o'yinchilar ham ko'pda, xizmat taklif qiladiganlar. Hammani anaqasiga yetadi rizqiga. Chunki bozor kengaydi-da. Bozor kengaydi. Kundan kunga oshyapti talab. Shunaqa. O'zi aytdim-ku, bitta narsa olsangiz, bitta shikolat misolida, masalan, ichida falgasi ham bor, upakovkasi ham bor, yo'q narsasi yo'qda. Hali men bilgan, yarim yil, bir yildan keyin uni bitta boshqa narsasi chiqadimi, qayerda chiqib keladi. Yangilikka kelib chiqadi. Bizda yana ish kelaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Shu mavzuda bo'lsak bo'ldi. Karonka rizq bo'laydi. Shunaqa. Demak, o'sha boshida o'sha kirganingizda raqobat qanaqa bo'lgan bozorda? Xo'p, raqobat aytdim-ku, o'zi o'yinchi ko'p bo'lmagan. Kam bo'lganda, kam bo'lgan, lekin ish ham shunga yarasha kam bo'lgan. Ish ham kam bo'lgan. Lekin katta tipografiyalarda bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zi oldindan unaqa sobiq ittifoqdan qolib, keyin yangiga o'tganda o'zligicha ochib nima qilgan bo'lishi mumkin. Lekin mana yangi o'yinchilar bo'lgan esimda, shu Hasan akam bizni ochgan 2004-yil mashina olib kelishganda, bekor o'tirilardi-da, ish kutib, "Davay, ish beringlar" deb turibchi. Keyin biz o'sha Mirobodga ko'chilgan, o'sha yerda ham o'tirilardi. Mijoz o'rganishga baribir o'zicha vaqt muhim ekanda. Do'konni ochganingizdan keyin vaqt muhim ekan. Siz kutib o'sha vaqtda o'tib berishingiz kerak ekanda. Shundan o'tsangiz, keyin u yog'i o'zi Xudo o'zi to'g'rilab jo'nataverar ekan. Shunaqa shu vaqt o'tishi bo'lgan. Biz ham vaqt yosh bo'lganmiz, unaqa bizda bilinmagan. Nima deydi? Lekin bu biznesga kirib kelganda biz ham bu sheriklar o'zligiz yuritib turishgan bo'lgani uchun ko'proq bu Suhrob akalardan so'rashingiz kerak bu ma'lumotdan. Suhrob akam bilan bir so'rasangiz, ana shu savol bersangiz, yaxshi javob berishadi. Qanaqa bo'lgan ularda biznes ochishgan. Biz keyin qo'shilganmiz bu yoqqa bu yo'nalishga. Suhrob aka bilan o'sha 20 yildan ishlayapsizlar. Biz bular bilan 2000-yil, 20-yilmi, 19-yil birlashdik. Ayni o'zi qarindosh bo'lishgan, oldindan biz bilib yurganmiz, ishlashib. Tek o'sha 2019-20 keyin birlashganmiz. Bular o'zi akalari
tashlamasam 2007mi 6mi bilmayman shu mahal boshlagan bo'lganlarda o'zlari alohida bo'lib 20 yil bosku. Shu ulardan so'rang, ko'proq bilishadi. O'zi hozir sherikchilik masalasi juda qaltis bo'ladi. Bir-birini aldab ketishlar shunaqa bo'layapti-yu. Misol shuncha yildan beri 2020 bo'lsa, deylik 6-7 yildan beri ishlayapsiz. 6-7 yil davomida qanaqadir kelishmovchilik yo nizo bo'lganmi yo bo'lmagan shu paytgacha. Ab sherikchilik degani bir-birini fikri ikki kishiniki alohida bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa bo'lganmi kelishmovchilik? To'g'ri. O'zi sherikchilikda aytadi-yu, halol bo'lsanglar, 3-chi yo 4-chi men bo'laman deyiladi. O'zi kecha bitta shu darsimizda o'tdilar. Shu barakali moliyada. Nima? Deyaptilarki, deylik mana siz bitta korxonangiz bor, bitta kattaroq o'yinchi kelib yoki kattaroq kompaniya kelib, bo'lmasang sherik bo'laman desangiz, qancha xursand bo'lasiz deyaptilar. Menga yo'l ochilib ketadi, mijozlar keladi, pul oqimi keladi, pul bilan kiradi yoki tanishlari keladi, bitmagan ishlar bitadi deyiladi-da. O'sha katta kompaniyalar olinganda nafaqat moliyaviy jihatda o'tdi. O'sha tanish bilishi, endi oddiy sodda qilib gap aytganda, uni tizimi, shu narsalar kiradida zo'r bo'ladi o'shanda. O'shanda 1+1 11 o'shanda zo'r bo'ladi. Bular aytayotlarki, sizda Allohning va'dasi bor, 3-chi-yili men bo'laman. Men sizlarni shunaqa tanish bilish bormi, baraka bormi, tizim bor, men bo'laman deb turibdi-da Xudo. Bundan ortiq yana nima kerak? O'sha narsa. Tushundingizmi? Buning uchun sherikchilik oshini iti emas degani, u ovlamaydi. Sizga yomon ko'z bilan qaramaydi degan narsa. Kimda o'xshamagan bo'lsa, u o'zida muammo deyaptilar-da. O'zi ko'rish kerak, o'zida qarashidadir yoki unda o'xshamagandir. Urushib ketib qolibdi. Yaxshi ajrashgan muammosi yo'q. Mana bo'ldi yo'limiz boshqa. Lekin urushib qolib, baraka topmadik deydi-ku, yo uni gapirmaylar deyaptilar. Sherikchilikni ko'rdim men deganlarni gapirmaylar bu gapni. Bir kishidan kelib chiqib xulosa qilmasi kerak. Mumkin emas ekan bu gap. Chunki u masalan oilalarda ham ajrashish bo'ladi-yu. Men ko'rdim uylanish yerga tegishi demaydi-ku-da. Shunaqa bo'ladi ba'zi. Endi hozir ham bitta narsadan, misol bitta voqeani o'ylaydi, hamma shunaqa deb o'ylaydi-da. Misol bitta qiz endi biz ham maktabda shunaqa narsalar bo'lardi. Misol uchun deylik, bitta o'g'il qiz gaplashgan bo'lsa, o'sha sinfdagi hamma gaplashgan degan narsa bordi. Endi hozirgi zamonda ham o'sha toifadagi bitta inson xato qilsa, hammasini tushunadi. Endi bu fikrlash o'zi har bitta odam o'zini xayolidagi buzuqlik darajasidan kelib chiqib fikrlaydi. Shuning uchun yaxshi gumonda bo'laveramiz. Shuning uchun sherikchilikda endi bo'ladi, pasti balani, shu har bitta ishda bo'lgandek, u mahal siz o'sha nimani qo'yasiz-da, topayotgan foydangizni berayotgan, yutayotgan yutug'ingizni ko'rasiz-da. Yozib shu bilan o'zi maydalashsam yoki umuman bilan maydalashsa nimani yutqizishingizni ko'rasiz-da. Shuning uchun ko'ngilni keng qilib, asosiy niyat oldinga borishda. O'zi orqani o'ylaysiz, maydalashib ketasiz. Uni o'zini ishini egalari bor, o'zlari to'g'rilab keturishadi. Shuning uchun o'sha yaxshi savol berdingiz. Mana kecha o'tgan narsamizga o'zi takror bo'ldi. Shu xulosaki, o'xshamasa bu o'sha xos vaziyatlarda bo'lar ekan. Lekin ommatan bu yomon degan gapirib qo'yish kerak emas. Chunki 3-chisi Alloh va'da beryaptimi? U undan yuqori narsa yo'q. To'g'rimi? Bo'ldi, o'sha bum bo'lib ketadi-da. Shuning uchun o'sha shartlari bor ekanda, kelishib olinar ekanda, qilishdan oldin, işte bir-birini aldamaydi, bir-biriga xiyonat qilmaydi. U muhim ekan. O'sha sherigingizni aldasangiz, yo qayerdadir indagari qilsangiz, baribir o'sha o'ziga qaytib kelar ekan. Siz yana bitta joyi bor ekan, zo'r gap bo'ldi o'sha yerda. 3-4 sheriksizda siz ko'p ishlab qo'ydingiz-a, va men ishlamasam bu ishxona o'lib qoladi. Odamlar oilada ham shu gapni gapirib qo'yar ekan, bizda bo'lmasak sizlar rizqinglar nima bo'ladi deb qo'yar ekan. Shunaqa bor ekanda, gapirib qo'yadiganlar. U aytadilarki, yo siz ishlayapsizmi, lekin siz nima deydi, bir umr ishlashingiz mumkin, lekin barakangiz hamma odamdagi bo'lmasligi mumkin. Bu sherigingiz, bu sherigingizni barakasi shuncha bo'lyapti. Shu turib bersa, shu yerda yurib bersa bo'ldi. Shunaqa. Tushunsa, siz ishlaganingizda emas ekanda bu. Uni barakasidan o'shani siz tan olsangiz-chi, bu baxtli ham bo'lasiz. Shunaqa. Mazza qilasizda, to'xta deysiz. To'g'ri, men qo'l mehnatimdor yoki fikrimdor deysiz, lekin odamning barakasi ekan. Keyin o'sha sherikchilikda yana zo'r gap bo'ldiki, hammani mutaxassisligi har xil bo'lsa, birlashsa zo'r bo'lar ekan. Yangi narsa. Siz buxgalteriyani bilasiz, bittasi ishlab chiqarishni biladi, bittasi marketingni biladi, misol uchun-da, yoki bittasi yuridik joylarni biladi, bittasi soliq tarafdan biladi.
O'shanda zo'r baraka bo'lib ketar ekan. Hammasi bir xil narsani bilsa qiynalib qolar ekan. Shunaqa. O'shanda mana sherikchilikda bizda mana 4 ta sherimiz, masalan, bir xil ishchilar kelib, 4 ta egansizlar deb o'ziga o'ylab topadi. Maktab ishchisi bu yerda muammo yo'q. Ha, o'zing o'ylab topib turibsan-da. Xuddi oilaga tegan bo'lsa qaysi singlim bor ekan, qaynonam bor ekan, qaynotam bor ekan, erim bor ekan deb muhokama qiladi-yu bir xillar. Yo'q, bitta odam gapiradi, u yerda baribir bandisi bo'ladi. Qiyin bo'ladi, lekin o'sha odamga murosa qilsa bo'ladi. Shunaqa. Endi o'sha aytdingiz, oila masalasida ham misol uchun bir kishiga erkak kishi bo'lsa, shunga beriladi deydi-yu. O'sha aytdingiz, erkak kishi ham misol kerilishi mumkin emas dedingiz, to'g'rimi? Misol hammani rizqi men topayapman deb, chunki ular oilani barakasidan unga Xudo beryapti-da, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Xuddi ishxonada ham shunaqada bir xil vaziyat bo'ladi, manda naguska bo'ladi, bir xil bo'ladi Suhrob aka, bir xil Barat aka, bir xil Akmal aka, bir xil umuman hech kimda bo'lmaydi. O'sha og'rinib qolishimiz kerak emas ekan. Og'rinib qolishimiz. Tushundingizmi? Bo'lmasa dam bering o'zingizgina yoki ayting yoki bironta odamni o'rningizga tayinlab qo'ying. Mana bunaqa narsada hayotda odam zot to'g'ri tez ochiladi, lekin siz agar u odamni ocha bila olsangiz, o'sha yutug'ingiz bo'ladi. Siz o'shanda siz professional bo'lasiz. O'sha ko'proq siz o'zingiz tayyorgarlik ko'ring. Chunki siz bilmaysiz, kim bilan uchrab qolasiz. Ocha olsangiz, chunki masalan o'zim farzandlarimdan bilaman, bir xil ochilishi qiyin-da. Ya'ni sekin o'zini tilida, o'zini mavzusida qilsangiz, birga bir bo'libdi. Shu balki men bu atrofida ham qiynalayotgan bo'lsa, bitta xonaga kirib olib ochib oling-da, kelinglar bolalar deydi. Misol men printer qadoq deylik. Shundan o'zi nimadan kelib chiqib belgilandi? Zo'r. Xo'p, o'zi buni savol parametrlari bor. Qog'oz qalinligi, o'lchami, soni va bunga nima ishlov berilishi. Masalan, mana bitta Pantone spetsialniy ranglar bo'lishi mumkin, mana bunga o'xshagan. Yoki deylik, mana bunaqa ishlov berilishi mumkin, lak, tiснение, kongref. Shu 5-10 ta savolimiz bor. O'shandan kelib chiqib beriladi. Narxlar soni tushib kelinadi. O'shandan kelib chiqadi. O'lcham muhimligi, konstruksiyasi muhim, qog'oz qalinligi. Mana shu savollarni beramizda, tezda texnik zadaniya beriladi. O'shandan kelib chiqib, nima deydi, narxi chiqiladi. Misol uchun bunga ham printerlar garantiya bo'ladi. Suvga yoki nechadir yil turib berishiga ham misol. Ba'zi narsalar bor, qadoqda solinsa ham o'sha 2 yil, 3 yil turadigan narsalar bor-da. Unga ham misol siz garantiya bersa, bir yil, nechadir yil turadi, suvga garantiya beramiz, suvda ishlamaydi deb. Bu poligrafiyada berilmaydimi garantiya? Endi bu qog'oz mahsulotida masalan deylik, suv ishlab chiqaruvchisiz, o'shani etiketkasini qilsangiz berasiz. Qog'ozlik bo'ladi, u o'sha voloknosi bo'ladi va bu suvga mo'ljallangan qog'oz bo'ladi. Tegsa ham uncha-munchada nima bo'lib ketmaydi. Shunga bera olamiz garantiya. Lekin o'zi bu ichkarida turishi kerak bo'lgan masalan dori qadog'ida buni bilmayman, ho'l, nam kuchli joyiga qo'ydi, lekin yo quruq joyda qo'yib qo'ydi. Bunga biz bera olmaymiz. Lekin yirtilib ketsa, kiriklar tushib ketib qoladi. Shunaqa o'zi bizda ham bo'ladi vaziyatlar bor-ku. O'sha ximiyani yaxshi o'qimaganimizdan-da, ximiya nima kerak deydi, mana shu mahal kerak-da. Bu kley noto'g'risini qilib qo'ygan bo'ladi. Shunisi havo ko'chada 50 gradus, 60 gradus bo'lib, bagajda olib ketadi, 100 gradus. Bu eriydi-da, paq otib yuboradi. Shu transportirovkasida ham biz e'tiborga olmaymiz-da ba'zida. Bu yerda qildingiz chiqib ketdi bo'ldi degan narsa emas, o'sha transportirovkasini to'g'ri olib borib ishlab chiqaruvchigacha va u ham o'zi to'g'ri sharoitda qilsa, bu do'konlarda turib bera oladi. Lekin bir xil noto'g'ri vaziyatlar ham o'zimizda bo'lganda, chiqib berganmiz, shu viloyatda, qishloqda qaysi do'kon turib otib yuborganda, undan sharmandalisi yo'qda. Aka bo'ldi, agar imkon bo'lsa qaytaring, stroshni to'g'rilab beramiz, chunki biz ham o'zimizni bu ham reputatsiyamizda. Tabiatda, misol uchun, yo'lda sovuqda qanday turishi, erib ketish yoki issiqda erib ketishi ham asosiyga bog'liq. Hamma kleyda-da, bu kleyni hayolingizga kelmagan vaziyatlar bo'lib qoladi bu. Chunki kley srok o'tib ketib qolgan bo'ladi, bolalar qaramagan bo'ladi. Srok o'sha uchun kerak edi. Masalan, srok o'tgan narsani yesangiz mazasi qochadi-yu. Xuddi shunaqa srok o'tgan narsani kelaysiz, buni ham mazasi qochadi, otib yuboradi-da. O'zini xususiyatlarini yo'qotgan bo'ladi-da. Sifatsiz bo'lib qoladi. Xususiyatini yo'qotgan bo'ladi-da o'sha. O'zi sifatli narsa bo'ladi, lekin srok o'tgan hisobidan o'zini xususiyatini yo'qotgan bo'ladi-da. Printwell yuqori sifatni his qiling.